vasallamning hadislari bor. Robbingiz taboraka va taolo har kecha tunning 3-qismida dunyo osmoniga keladi. Va tong otgunicha tavba qiluvchi bormi? Men uni tavbasini qabul qilay. Istig'for aytuvchi bormi? Uni istig'forini, uni mag'firat qilay. Talaba hojat bormi? So'raganini beray deydi. Va bu har kecha bo'ladi. Agar sen tunda Allohga duo qilmasang, tahajjudda turmasang, ojizligingni tan olib, soatlab yolvormasang, qachon Allohga yaqin bo'lasan? Innallazina amanu va amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Albatta iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotlar uchun Rahmon Alloh do'stlikni barqaror qilur. Wud. Birodalar, Alloh bilan bo'lgan wud bor.